Assalomu alaykum, qadrli obunachilar, qadrli yurtdoshlar, musofirda yurgan aka-ukalar. Sog'omonmisizlar? Mana ko'pchilik kutayotgan fursat, ya'ni kutgan fursat yetib keldi. Vakansiyalarimiz ko'z temasin ko'payishni boshladi. Ishlarimiz endi xudo xolasa bu yog'iga sekin-asta ko'payib boraveradi. Hozirgi kunda mana ikkita budovlaniya, ya'ni stroyka ishiga, stroyka nimasini tushunadigan, ikkalasini ham iloji boricha pravasi bo'lsa, 28 zlotdan 12 soatdan ishimiz bor. Xohlovchilar bo'lsa kelishi mumkin, bemalol ofisimiz ochiq. 9 dan soat 4 gacha, dushanbadan jumagacha ishlaydi ofisimiz. Telefon tusha olmasanglar, pastda adres ko'rsatiladi, bemalol kelaverasizlar. Ikkita odam tovuq razdelka ishiga opti bor, ozgina tushunchasi bor odam kelishi mumkin. 25 zlotdan kuniga 13 soatdan ish bo'ladi. Varshavani o'zida. Faqat yotog'ini o'zingiz topishga yordam beramiz. Kesanglar bo'ladi. Ikkita odam unga kerak. Undan tashqari 10 ta odam metal konstruksiya ishimiz bor. Temir tirsakka qiziqadigan, tushunadigan odam bo'lsa, temir kesish, shlipovka qilish, qotirish, sverlit qilib teshish, shunga o'xshash hokazo ishlarni qilish ishlari sexda 28,5 zlotdan 10-12 soatdan ish bo'ladi. Xo'p, undan tashqari 5 ta odam yana bitta proyektimiz bor. Bu дорожный служба, yo'l qurilish ishlari. Buni 26 dan stavkasi 10 soatdan ish bo'ladi kuniga. Uzr, metallar konstruksiyada 8 soatdan, uzr, men bor adashib ketdim, 8 soatdan. Дорожный ishimiz hozirgi kunda 10 soat, kunlar isigandan keyin 12 soatdan bo'ladi. Xo'p, undan tashqari sklad ishimizga bitta odam kerak, srochniga, kiyim bosh skladi. Xo'p, buni stavkasi 24,5 bo'lishi kerak. 24,5 edi. O'zing ko'p bo'lgandan keyin adashib ketaman. Xohlovchilar kelinglar, aloqaga chiqinglar. +48 lik bilan 507 793 333 telefoniga aloqaga premoyga chiqaverasizlar. Bu faqat ishlarimiz Yevropa zonasida yurganlar uchun. O'zbekistondan chaqirmayapmiz. O'zbekistondagilar to'g'ri tushunasizlar. Bu o'jib mana shu yerda yurgan odamlar uchun bu vakansiyalarimiz. Xo'p, yana nima demoqchi edim? Eng muhimi yosh maksimum 50 gacha bo'lgan odamlarga 45-50 chegaralangan, har birisida o'zini yoshi yozilgan, ya'ni 45-50 yoshgacha. Muhim bo'lgan narsa yana bittasi til masalasi. Rus tilini bilishlaringiz kerak, o'rtoqlar. 100% mukammal deyilmayapti sizlarga, muloqot darajasida to'g'ri tushuninglar. Har bitta joyda, har bitta ishxonada sizlar bilan общение qilish kerak, tushuntirish kerak, nimadir so'rashi mumkin, nimadir olib kel deyishi mumkin, yo mana bu narsani qilib qo'ydingmi, mana bu narsani ertaga qilishing kerak, boshqami degan narsalarni siz tushuna olishingiz kerak, siz atvet qila olishingiz kerak shu narsaga. Aks holda ko'pchilik mana plan bitmay qolyapti, til masalasi qiyin bo'lgani uchun, tushunmagani uchun aytgan narsasini, vazifasini bajara olmayapti. Shu bilan 2 kun, 3 kundan keyin ularga ham qiziq emas, har safar tushuntirish, ishora qilish, vaqt ketkazish ularga qiziq emas. Shuni hisobidan ko'pchilik ishdan bo'shab ketadi, ya'ni til bilmaganlar. Hozirgi kunda to'g'ri tushunasizlar. Ertaga yozgi kuni vakansiyalar juda ko'payib ketadi. Ana o'sha paytda til bilmaydigan, rus tili chala 10%, 20% biladigan aka-ukalarimiz ham ishini topib ketadi. Hozirgi kunda har bitta proyekt rus tilini talab qilib turibdi. O'shaning uchun to'g'ri tushungan holatda rus tilini biladigan akalar, ukalar murojaat qilaverasizlar, ofislarimizga kelaverasizlar. Ertadan o'zi оформление ishlarini boshlaymiz. Keyin videoga bitta like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Ya'ni keyingi chiqadigan videoni ko'ra olishingiz uchun. Keyingi videoda men ko'pchilik bilmaydi, vakansiya menyu degan kanalimiz bor, Telegram. Hamma vakansiyalar kunlik vakansiya tashab boriladi. Men sizlarga keyingi videoda tushunmagan aka-ukalar uchun video qilib, syomka qilib ko'rsatib beraman. Shu bu qanaqa qilib kirib topish uchun. Pastda ham hozir yozib qoldiraman. Ya'ni poisk berib, poiskga vakansiya menyu deb kirsanglar, albatta topiladi. Poisk bersanglar chiqib keladi o'sha. Stikerni rasmi bor. Shu orqali kiraverasizlar. Stiker debman, uzr. Skaner rasmi bor. Siyoh rang nimada, o'rtasida skaner bor. O'sha bizni vakansiya kanalimiz. O'sha yerga obuna bo'lib qo'ysanglar, har kunlik vakansiyalarni bemalol ko'rib, kuzatib, ma'qul bo'lganiga kelaverasizlar.
Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, yaxshilikda ko'rishguncha kutib qolamiz ofisimizda.